Assalomu alaykum hurmatli Fast Education YouTube kanali obunachilari. Mana bugun biz Fast Education'ning Jomboy filialida o'zimizning katta olimpiadamizga start berdik. Ushbu olimpiadamiz 5 va 6-sinf o'quvchilar o'rtasida bo'lib o'tadi va birinchi o'rinni olgan talabalarimiz uchun esa 1,5 million so'm miqdoridagi pul mablag'i qo'yilgan. Qiziqarli jarayonlarni biz bilan kuzatib boring. Mana hozir bizlarning imtihon jarayonlarimiz davom etmoqda va bizning ikkinchi qavatimizda 12 ta xonani ichida hamma talabalarimiz imtihonlarni topshirishda davom etmoqda va hozir bizda ingliz tili hamda matematika fanlari bo'yicha ketmoqda. Jarayonlarni ko'rib borishingiz mumkin. Mana hozir biz matematika imtihon jarayoni Westminster kabinetidagi studentlardan ko'rib chiqamiz. Marhamat. Sonradan keltirganmiz holatlarni mana bu oldin masalan kuchli yetaklab yurishgan bo'lsa yaqinda mamlakat kuchli chiqishlar. Masalan o'ylashib berib, ertaga mamlakat qiyofada bo'ladi. Endi mana bularning nima tirisi bor desangiz, bularda face ID bo'ladi. Kuchliga o'xshab o'ylab ketavermaydi. Siz face IDga qo'yib qo'yasiz, kerakli bo'lgan odamlarni shunday xarid face ID'sini olib kiraversin. Lekin face ID bermagan o'g'irliklar nimadir bo'ladi-ku. Kings Air bilan VR masalan bizdan bolalar to'lig'icha bizlar anaqa telefonda kompyuterda o'ynashyapti. Hammaning qo'lida kompyuter, telefonlar bor, lekin ertaga yaqin kelajakda uje men o'ylaymanki, qo'limizdagi telefonimiz ham og'irlik qilib qoladi. Ertaga bitta qanaqadir narsa chiqadi, texnologiyalar rivojlanib ketaveradi. Rivojlanish siz bilan birga qaramaydi, bolalarning vaqtiga qaramaydi. Bizda eng sevimli narsa vaqtini shunday qiladi qoldi bolalar. Lekin o'sha narsani o'rniga agar bola ilm olishga fokus qaratayotgan bo'lsa, bola ertaga qachon jon saqlab qolishi 2 barobar oshadi. Imtihon jarayonlari qanaqa bo'lib o'tmoqda? Albatta, biz imtihonning xavfsizligini ta'minlash maqsadida juda ham ko'p yo'llarni ko'rib qo'yganmiz. Birinchi o'rinda talabalar ichkariga kirishdan oldin albatta ular o'zlarining metrikalari yoki o'zining tasdiqlovchi hujjatlarini taqdim qilishadi. Ana undan keyin esa ikkinchi navbatda ular yana qaytadan tekshiriladi. Ya'ni telefon, elektron devices va shunga o'xshagan har xil elektron devicelar qo'llaridan olib qo'yiladi. Va imtihonga ichkarida kirgandan so'ng esa har bitta xonada har bittasida bittadan invigilatorlar bo'ladi va invigilatorlar esa ularni doimiy kuzatib boradi. Bundan tashqari xonalardagi uzluksiz kamera xizmati ham hammasini ko'rib turadi va biz bu orqali imtihonning shaffofligini 100% ta'minlay olamiz. Mana bugun hozir imtihon jarayonlari ketmoqda. Hozir ota-onalardan imtihon haqida o'zlarining fikrlarini so'raymiz. Qani ketdik. Alaykum. Imtihonga kimni olib kelgansiz? O'g'limni. O'g'lingizni. Xo'p, imtihon haqida fikrlaringiz qanday hozir? Juda yaxshi. Shunday narsalar bo'lib turishi kerak. Farzandingizdan qanday natija kutyapsiz? A'lo natija, Xudo xohlasa. Rahmat. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Imtihonga kimni olib kelgansiz? Qizimni. Aha. Sizningcha hozir imtihon qanday bo'lyapti? Imtihon haqida fikrlaringiz? Ishonganimiz uchun keldik. Haqqoniy bo'ling. Yaxshimisiz? Hozir farzandingizni kutyapsizmi imtihondan chiqishini? Ha, hozir tanlovga nevaram ishtirok etyapti. Aslida o'zi shu maktabda o'qiydi. Kechagi imtihonda A1 darajaga erishibdi. Yanada ham o'zini sinab ko'rmoqchi. Men toza xursandman. Ustozga kattakon rahmat. Hozir bizni o'quv markazimizda o'qiydimi farzandingiz? Sheda o'qiydi. Ha. Xo'p, rahmat. Assalomu alaykum. Sizdan intervyu olaman. Kimni kutyapsiz imtihondan chiqishini? Men mana o'g'lim chiqdi. O'g'limni kutib o'tiruvdim, matematikadan kiruvdi. Qanday o'zingiz taassurotlaringiz? Taassurotlarim yaxshi. O'g'lim yana kelaman deb havas qilib o'tiribdi. Tayyorlanadimi anchadan beri farzandingiz? Shu yerda tayyorlanadimi, o'qiydimi? Yo'q, o'zimizda. Ha, shunday-a?
Assalom. Assalomu alaykum. Imtihon qanday bo'ldi? Yaxshi. Qaysi fandan topshirdingiz? Matematika. Matematikadan qiyinmidi savollari? Bo'ladi. Nechinchi o'rinni olasiz? Birinchi o'rinda. Zo'r ishladingizmi? Ha. Ha. Assalomu alaykum. Assalom. Opajon yaxshimisiz? Hozir kutyapsizmi farzandingizni? Qizingiznimi yo o'g'lingiznimi? Anchadan beri tayyorlanadimi? Ha, o'zimizda tayyorlanibdi maktabda. Imtihon haqida fikrlaringiz qanday? Yaxshi bo'ladi. O'ziga ishonib keldi lekin. Birinchi o'rinni olaman deb keldi. Hozir yaxshi natijalar kutyapsizmi? Ha, xudo xohlasa. Nasib qilsa birinchi o'rin olsinlar. Assalomu alaykum. Aka yaxshimisiz? Yaxshi, Xudoga shukr. Kim imtihonga kirdi? Nevaram, Qizingiz Sabina, nevaram. chiqdimi imtihondan? Yo'q, chiqay, matematika va ingliz tiliga kirgan. Ha, imtihondan qanday natija kutyapsiz? Zo'r natija kutyapman. Yaxshi ma'qulmi topdim. sizga? Ha, yaxshi, Ha, yaxshi. demak rahmat. farzandingiz birinchi o'rin oladi. Ha, Xudo xolasa. Xudo Rahmat. xolasa oladi. Hozir olaydi. Rahmat. Jonlar sog' bo'lsin. Rahmat. Assalom. Qandaysiz? Yaxshi. Imtihon topshirdingizmi? Qaysi fandan? Ingliz tili, matematika. Qanday bo'ldi matematika? Yaxshi. Qiyinmi, osonmi savollari? Bo'ladi. Sizda qanday bo'ldi? Shu o'rtacha ekan, bo'ladi. Qiyinlari ham bor, osonlari ham bor. Nechinchi o'rinni olasiz demak? Bilmadim, endi shu ko'ramiz. 5lar endi. Uncha 1-2 ni ololmayman, uchun Kim oladi 1-2 o'rinni? bilmadim endi. Testlar javobi aniq bo'lgandan keyin bilinadi-da, kim 1-2 bo'lganlari. Qaysi o'quv markazi o'qiysiz? O'zimiznikidan? Shu yerda o'qiysizmi? E'lon bo'yicha. Siz ham imtihon topshirdingizmi? Qanday imtihon bo'ldi? Yaxshi. Qiyin bo'ldimi savollari? Yo'q, uncha qiyin emas ekan. Ingliz tili sal qiyinroq bo'ldi, matematika osonroq. Ingliz tili oson bo'ldimi? Qiyinroq bo'ldi. Ingliz tili avvaldan o'qiganmisiz, o'qimaganmisiz? Yo'q, uncha bilmayman. Faqat maktabda o'qiganmisiz ingliz tilini? Menda osonki, matematika sal qiynaldim, ingliz tili oson. Ingliz tilini yaxshi bilarmidingiz? Yaxshi bilaman shu. Qachondan beri o'qiysiz ingliz tili? 1 yil. 1 yil bo'ldimi? Hay. Imtihon haqida emotsiyangiz qanday? Zo'r. Endi misollar oson, bir xillar qiyin. Imtihon vaqti hayajonlanib o'zingizni yo'qotib qo'ymadingizmi? Shunday bo'ldi. Shunday bo'ldimi? Vaqtingiz yetdimi? Yetadi. Yetarlicha bo'ldimi vaqt? Yetadi vaqt. Hay, bo'lmasam omad. Assalomu Ismingiz nima? Farangiz. Farangiz, qaysi fandan imtihon topshirdingiz? Matematika, ingliz tili. Matematika. Matematika qanday bo'ldi? Yaxshi. Qiynaldingizmi imtihonlarda? Yo'q. Qanday ichkaridagi sharoitlar? Zo'r. Hech qanaqa qiyinchilik bo'lmadimi imtihon yuzasidan? Ingliz tilidachi? Ingliz tilida ozgina bo'ldi. Qachondan beri tayyorlanasiz ingliz tili bo'yicha? 1 yildan beri. 1 yildan beri? Hozir qanday bo'ladi imtihon javobi? Zo'r. Nechinchi o'rinlarda bo'lasiz? 1. Birinchi o'rindami? Ha. Mayli, unda omad birinchi o'ringa. Assalom. Ismingiz nima? Azizbek. Azizbek, qaysi fandan imtihon topshirdingiz? Ingliz tilidan. Ingliz tili qanday bo'ldi? Yaxshi. Ingliz tilidan savollar qiyin tushdimi? Sal qiyin, lekin oson. Qaysi yo'nalishda bo'ldi? Qanday? Listening bo'ldimi, speaking bo'ldimi? Birinchi listening bo'ldi, keyin speaking bo'ldi. Speaking oson bo'ldimi? Qiyinmi? Qiynaldingizmi? Ha, reading lekin oson bo'ldi. Reading oson bo'ldi. Ishonyapsizmi o'zingizga? Ha, Qanday chiqadi javobingiz? yaxshi chiqadi deb o'ylayman. Yaxshi chiqadi. Hay, unda ekzaminlaringizga omad.